orzu dilda yuribdi, gerçi hozir yetmasmiz, xudo ko'rib turibdi, shunday o'tib ketmasmiz. Yuzingizni burvarmang, boyvachalik qilvormang, holimizdan kulvormang, shunday o'tib ketmasmiz. Biz piyoda, siz otda, biz g'amda, siz rohatda, nelar bo'lmas hayotda, shunday o'tib ketmasmiz. Axirga botgan akam, kibrdan totgan akam, qo'lini tortgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Nafas olamanda boshlangan bor mana. Shu bilan nafas olaman. Tugab qoldi-da, hozir ancha bo'ldi, bunga ham siz bilasizmi necha oy bo'ldi. To'ra 5 oy bo'lib qoldi-da. 5 oyga yetyapti. Bittasi to'ra 5 oyga yetadi-da. 5-oyda tugadi-da endi bu narsa. Endi xudo xolsa kimdir yordam berib olsa, shuni to'ldirib olsam. Kecha hafta tugadi. Kislorod qolmadi. Buni ham to'ldirib keladigan joylar bor ekan, to'ldirib berishadi ular. Bu kislorodga ham kimdir yordam berib nafas olaman qolgandan keyin yaxshi insonlar ko'p. Bolalaringga shukur. Yaxshi ham borsizlar. Bizlar ko'rsa quvonib ketaman lekin. Biz bilasizmi, o'zbek xalqi shunaqa yaxshi xalqki, hech kimni tashlab qo'ymaydi. Juda ham yaxshi xalqimizda. Men boshimga juda ko'p tushgan, chetlarga chiqqanman. O'zbek xalqidek xalq, mehribon xalq yo'q. Boshiga ish tushsa, doim qo'llaydigan o'zbeklar. Musulmon xalqlari yaxshi deymanda, bizni o'zbekimiz yaxshi, o'lmasin. Bolalaringga shukur, yaxshi insonlar. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Sizlarni ham jonlaringizga Xudoy ko'zini bersin. Bolalaringga shukur.